Qarang, haligi bir yigit emas, hammamiz ham bilamiz. O'sha ilgari qo'shiqlar aytishgan, ruscha qo'shiqlar bo'lgan. Bizning vizvotimizda shunday qo'shiq bor edi. O soldata выходной deb boshlanardi. Rotamizda ashulasi Den Победы edi. O'sha Yosif Kobzondan ham zo'r qilib aytardik. Qo'shiq aytib Strovoyga borardik, qo'shiq aytib ishga kelardik. Masalan, hozir davlat tili o'zbek tili bo'lganligi uchun qo'shiqlar hammasi o'zbekcha. Yaqinda bir chastga kasib qo'ygani borsak, oldimizdan Strovoy shak bilan katta rota o'tyapti. Starshina rota komanda berdi. Rota! Ashula! Ayt! dedi. Komanda ham o'zbekcha. G'irt o'zbekcha qo'shiq boshlab qolsa. Daryolarning yuzida uylar yuzey. Oqarishib ko'rinadi bo'ylar yuzey. Desa starshina ketib, aynan deb qo'yapti. Ah akajonim ey, gurs komandir jonim ey. Hey Ridovoydan ortiqmidi serjontingiz ey. Serjon ketib, aynan deb qo'yapti. Ketdi yo'q bo'lib chaqirib. Biz ham poyla o'tirib qachon qaytib kelamiz? Ana davlat tili o'zbek tili. Ruslar bormi, boshqa millatlar hammasi qo'shilib o'zbekcha aytyapti. Chunki davlat tili o'zbek tilida. Oldinchi ruscha qo'shiq aytardik, o'sha qo'shiqlarda Stalovoyga borardik. Borganda ham bir qiziq edi. Yugurtirib olib kirib, yugurtirib olib chiqib ketardi. Shunday olib borgan. Stoy, раз, два. Так, рота. Смирно, вольно. Так, в столовой бегом. Boshqa pauzani olasiz. Mirsh. Hamma kirib 5 kishi o'tamanda, 5 kishi o'tamanda, o'rtada salda stol bezatilgan, olib yeyish mumkin emas, komanda bo'lgani yo'q. Poylab turamiz, lekin ikkita ko'z ovqatda kim nimaga hujum qilishini mo'ljallab qo'yish kerak. Qarang, 1000 kishilik zal to'liq odam, o'tirishga ruxsat yo'q. Oxirida rementni osiltirib, starshina rota kirib keladi, ataylab past ovozda rata Sadi. Birov eshitgan, birov eshitmagan tapar o'tirib berish. Отставить. Rata, выходи строить, сына o'lisi. Yana chiqib ketardik. Yana qaytib kelaveradi. Oxirgi kuchlarni sarflab yugurib, tilimiz bir qarich osilgandan keyin insonning butun vujudi quloqqa aylanib qolar ekan. Sochlar antenaga aylanib qolar ekan. Quloqlar lakadir, mahyaqdilar. Ultra tovushlardan eshitadigan bo'lib qolasiz. Nafaqat ovozlarda, ultra umuman eshitilmaydigan. Insonning qobiliyati yo'q uni eshitishga. Lekin o'shani ham eshitib qolaveradi. Chunki tamom bo'lgan oshqozon oxirgi kuchni sarflab bo'ldi. Agar yana vuqat desa, ag'anib tushadaman. Undan ham past ovozda rata desa 1000 kishi eshitadi. Gursda o'tiradaman. O'tirgandan hujum boshlanadi. Kim nimaga mo'ljallab qo'ygan bo'lsa. Tabara ovqat olsa non yo'q, non topsang choy yo'q, choy topsang stakan yo'q, o'tirib qoshiq yo'q. Hammasini topsang vaqt yo'q. Bu starshina deganlari ovqat yemaydi bular. Xohlagan paytda qaytib kelmay yeb ketaveradi kerak o'zi. Yo bizdan oldinroq yegan bo'lishi nima deydi? Rata nima edi? Xullas zakanchoy deb qo'yadi. Ancha yil bo'ldi o'rtada xizmat qilganman. Zakanchoy bu degan dasturxonni yig'ishtir degan. Endi qo'lingiz shunday ovqatga borgan paytingizda rata выходи строиться. Biz ilgari ovqat yegan emas, ovqat ko'rgani kirar ekanmiz. Qo'limizni siltab qo'yib ketaverardi. Ovqatlar ko'rishga bilan xursandman.
kechqurun yana bir harakat qilib ko'ramiz. Ha bo'lmaylar deb sekin chiqib ketardik. Cho'ntagingizda non solib chiqsangiz ko'rib qolsa, o'sha bir buxanka nonni yegizadi opma. Yana gapirtiradi. Uti papa yeso. Как его зовут? Umringizda keyin cho'ntada non olib yurmaydigan qoladi. Xullas, ovqatlarni boshqa qilib yeb yemasdan yurib xizmatni o'tkazib. Hozircha bemalol askarlarimiz ovqatlarni birinchi, ikkinchi, uchinchi yeb bo'lgandan keyin uzum, qovun, tarvuz, nok, anor, yong'oq, mayizlarni yeb, choylarni ichib, Hindiston kompotni ichib, undan keyin haligi nima deydi? Malinoviy kompotlarni ichib bo'lgandan keyin ham rota turinglar degan komanda yo'q. O'tirib yeb bo'lgandan keyin zerib ketgan soldatlarimiz o'zlari iltimos qilyapti. Teskarisi, o'rtasida shuna pata qiling edi. Turaylik desa, stajdan qo'lni gugurchib, ha o'tiribsizlar-da. Rahmat, o'rtasida shuna. Ovqatlandik, hammasi joyida. Men bugun postda edim, Qorovulda edim. Avtomatim bir cho'pon yetkib berib kelganman. Yengilroq bo'lsin deb. Yana bir ketib qolmasin yana uyga. Chunki obbo o'tirsanglar bo'lardi. Rahmat, duo qiling. Povullar haqqiga duo qilib, o'sha sekin o'rnlardan turishib tashqari chiqishyapti. 5 minut perkur degan gap hozir ham bor. O'sha 5 minut chekishga ruxsat deydi. Hamma soldatlarimiz filtrli sigaretlar chekyapti. Oldinchi biz filtr chekardik. Topsak, detlar tortib olmasa, agar serjantlar qo'limizdan yulib olmasa chekardik. Tortib olsa, buchoq chekardik. Buchoq chekuvchilar yaxshi biladi. Ikki xil bo'ladi. Grajdanskiy buchoq bor, voyenniy buchoq bor. Grajdanskiy buchoqni topsa bo'ladi, lekin voyenniy buchoqni topib bo'lmaydi. Chunki voyennilardan buchoq chiqmaydi. Qo'li kuyguncha tortadi, polkovnik bo'lsa ham. Soldatlar oyoq. Chertib oladi, suvga tushmasa olib chekasiz. O'shanda ham bir o'zingiz emas. Tortib tursangiz 4 ta soldat paydo bo'lardi. Nibrasay. Astavish desa, bunisi ham chuqur tortilma deydi. O'zi zabita deb qo'yadi. Kimgadir va'da berganmish. Nasib qilsa chekasiz o'shanda ham. Qarang, hozirchi filtrli sigaretlar hammasi ko'rgani boryapti. Ammasi, xolasi, tog'asi, pochchasi hammasi borganda blok sigaretlarni olib borib, qo'ylarda tiriklayin olib borib komandirning oyog'iga so'yib yuboryapti. Komandir hamma yo'q qilib qizil qon qochishga topolmay yuribdi. Bu yerda choyxonalarda dimlama oshlar, shovlalar hamma narsa pishyapti. Bu yerda novvoylar non yopyapti. Bu yerda hamma narsa bor. Sumalak, Navro'zda borsangiz, soldat stolovoyi, soldat yotoqxonasi, ota-onasi bilan hamma sharoitlar bor. Qarang, ma'naqa bo'ladi xizmat. Umuman teskarisi hozir. Chunki o'z vatanda xizmat qilish umuman boshqacha. Konsertmi xohlagan paytda xohlagan san'atkorlarni chaqirib bayramlarda mazaqa eshitishyapti. Oldin biz radiolarda Botir Zokirov qo'shiqlarini har zamonda eshitsak, ko'zimizda yosh bilan eshitardik. Vatanni qumsab. Yoki Tamara xonimni eshitib qolsak, radioda bir adashib berib qolsa. Hozircha xohlagan san'atkorni chaqirib. Mana men o'zim ham bir necha bor borib konsert qo'yganman. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Zerikmayapsizlarmi? Rahmat, qadaminglarga hasanot. Xush kelibsizlar. Sizlardan qarz oluvdimmi, nimaga? O'tiribsizlar. Birovdan so'rashibdi-da, 1 million dollaring bo'lsa nima qilarding? Qarzimga berardim debdi. Qolganini chetsa, qolganini keyin beraman debdi. Otaxon 140 yoshga chiqqanlar. Otaxon 140 yoshga chiqishingiz sababi nima? İçmegensiz, çekmegensiz, ko'chada uzoq daydamagansiz. Shuni sababi? Yo, dunyoda nima maishat bo'lsa hammasini qilganman, Xudoga. Uzoq yashashingiz sababi nima? Men odamlardan qarz olardim deb bermasdim qaytib. Meni har xil idoralarga chaqirib, razbo'ylar qilishdi, choyxonalarga olib borishdi. Keyin foydasi bo'lmagandan keyin duo qilishga o'tishdi.
Loy o'lib qolmasin, qarzini bersin. Mana shularning duosi bilan 140 yoshga chiqdim. Lekin men ham nomard emasman. Qarzimni yarmidan qutuldim. Olib berdingizmi? Yo'q, yarmi o'lib ketdi menga qarz. Qarzi qavala emas, orzu havasda yashash nasib qilsin. Mana yosh ulug' onalar kelib o'tiribsizlar, onaxonlar, qadaminglarga hasanat. Boshinglar omon bo'lsin. Charchab qolmadinglarmi zinalardan chiqayotganda? Aynan sizlarda. Bir onaxon doktorga kelib, bolam mazam bo'lmayapti meni. Mazingizda aynan sizni onajonim deb yuraklarini eshitib ko'rib, kardiogramma qilib ko'rib, onajon yuragingiz juda charchab qoptisiz onajon. Doktorlar bor ekan, shunaqa ajoyib doktor ekan. Juda charchab qopti yuragingiz sizni. Nimaga unaqa? Endi ko'p yuraman-da. Ko'p yurmaydi siz onajonim. Siz ko'p yurmaysiz, ko'p dam olishingiz kerak onajonim. Yuragingizni charchatib qo'yibsiz. Hovlida turasizmi yo baland qavatli imoratda turasizmi? Ha, 3-qavatda turaman bolam. Onajon mumkin emas. Sizga umuman yayov zinadan chiqish mumkin emas onajonim. Bir oy siz dori darmon qilishingiz kerak. Bir oy o'zingizni avvallashingiz kerak. Men o'zim sizga mana dorilarni yozib beraman. Chiroyli qilib dori darmonlarni olib bir oydan keyin kelasiz. Faqat zinadan chiqmang onajon, xo'pmi? İltimos sizdan onajonim. Xo'p, bo'pti bolam. Zinadan chiqish mumkin emas. Mumkin emas zinadan chiqish. Xo'p, bo'pti bolam. Xo'p, bir oydan keyin kampir onaxon kelibdilar. Kardiogramma qilib eshitib ko'rib, onaxon, sizga nima bo'ldi? Yoshingiz katta bo'lsa ham yuragingiz 18 yoshli qizchalarnikiga o'xshab sevaman deb urib turibdi ya. Aynan sizdan onajonim. Ana dori darmonlarimiz sizga kor qilibdi. Tuzalibsiz. Endi bolam men zinadan chiqarsam bo'ladimi? Chiqaring zinadan. Bemalol chiqaring. Yuragingiz 18 yoshli qizchalarning yuragiga o'xshab urib turibdi. Bemalol chiqaring zinadan. Hayriyata, bir oydan beri Tarnov turbalardan chiqaman uyimga. Xudoga shukr, endi zinadan chiqaman. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Salomatmisizlar? Tinchmisizlar? Hormanglar. Endi orasida hol ahvol so'rab turaman-da sizlardan. Maylimi? Qayoqdan keldingiz? Samarqanddan. Benzinmi, gazmi? Gazmi? Gaz zo'r bo'lib qoldi-da. Gaz arzon, qulay. Bitta zapravka qilsa, Samarqandga borib kelsa bo'ladi-a? Ana. Faqat shu navbat ko'p-a? Hamma gazga navbatda turibdi endi, qulay bo'lgani uchun-da. Bir ayol turgan ekan gazga navbatda. Chiroyli erkak kelibdi-da. Kechirasiz, sizga hech yarashmayapti gaz zapravkada o'chirtga turganingiz. Xo'p desangiz, sizga har kuni benzin xohlasangiz, benzin xohlasangiz gaz zapravka qilib uyingizgacha olib kelib berishadi. Faqat bitta shart. Qanaqa shart debdi ayol. Menga turmushga chiqasiz. Voy, roziman. Yana bitta sharti bor. Qanaqa shart? Menga 5-xotin bo'lib tegasiz. Sali ayol o'ylab ko'rib, sizga o'chirtga turgandan ko'ra gazga o'chirib turaman, boshingga.